Biz Qo'qondan Toshkentga yo'lga chiqdik. Yo'lda magazinga suv olish uchun to'xtadik. Bizni uyda hech kim bo'lmagani uchun kanareykalarimizni ham oldik. Yo'lda zerikib ketmaslik uchun har xil narsalar qilib ketdik. Yo'l uzoq bo'lgani uchun suhbatimiz ham borgan sari qizib ketdi. Biz orqada jiyanim, qushlar bilan zerikmasdan maza qilib ketdik. Va bizga yo'lda shunaqangi reklamalar berishdi. Marketingning zo'ri-va. Ularni tomosha qilib ketdim. Ariniyam Pepsi ichgisi kelib ketdi-da. Va yo'lda patir, qurtlar oldik. Shet patiri judayam mazali-ya. Jiyanim yig'lagani sabab joyimizni opam bilan almashtirib ketdik. Yo'lda shunaqangi chiroyli manzaralarni ko'rdik. Biz doim Toshkentga borganimizda shu yerda to'xtab o'tamiz. Ona odamni qaranglar, qo'rqmasdan sakrayapti-ya. Bu yerda odamlar judayam ko'p ekan, navbat kutib turishibdi. Endi borgan joyidan piyoda orqasida qaytib keladi. Biz o'sha mashhur hamma to'xtaydigan burgut joyidamiz. Shuncha odam shu burgutni, chiroyli manzaralarni ko'rish uchun to'xtabdi-ya. Bu yerda hamma rasmga tushyapti. Yo'lda shunaqangi jiyanimni oyoq kiyimi tushib qoldi. Keyin uni amallab oldik. Bu yerdagi tog'lar, manzaralar juda ham chiroyli bo'lgani uchun videoga ham oldim. Gaz quyish uchun metanga to'xtadik. Bu yerda navbat kam bo'lgani uchun tezda quyib chiqib ketdik. Yo'lda shunaqangi chiroyli sevinchli gullarni ko'rib, shunchaki o'tib keta olmadik. Rasmga tushish uchun to'xtadik. Va nihoyat Toshkentga yetib kelib, uyga bozorlik qilish uchun korzinkaga to'xtadik. Bu yerdagi pitsa xamirini ko'rib qolib, uydagilarga pitsa qilib berishga qaror qildim. Shunaqangi chiroyli bloglarni ko'rdik. Asalligini qaranglar. Judayam maza qildik. Va nihoyat uyga yetib kelib, janlarimni plashatkaga olib tushdim.